Salom qizlar, Apple apparat xarid qildim. Buni qanaqa ishlatish kerakligini sizlarga ko'rsataman. Bitta ishlatganda, masalan, men bugun qo'ltiq zonani qilaman va bikini zonani qilaman. Bir kunda faqatgina ikkita zonani qilasiz. Qo'ltiq va bikini bugun. Yoki-da oyog'ingizni bikiningizni qilsangiz bo'ladi. Yoki-da qo'ltig'ingizni yuzingizni qilsangiz bo'ladi. Ya'ni bir kunda faqatgina ikkita zona qilinadi. Bu birinchi qoida. Ikkinchi qoida. Bemalol yuzga qilsa bo'ladi, lekin britva qilasizlar. Britva meni tukimni qalinlashtirib yubormaydi deb qo'rqishinglar mumkin. Umuman yo'q qizlar. Asosiysi britva qilganlardan keyin bir kundan keyin muolajani qilsa bo'ladi. Masalan, men bugun britva qilib chiqdim. Ertaga shu apparatimni ishlataman. Xuddi shunaqa qilib, chunki britva qilganingizda mikro travmalar kojangizga bo'lishi mumkin. Agar britva qiliblar qilib olsangiz, ozgina qizarishlar, qichishlar bo'lishi mumkin. Shunaqa bo'lmasligi uchun bir kun bizning kojamiz tiklanadi britvadan keyin bemalol qilsanglar bo'ladi. Uchinchi qoida, bikini zonangizni qildingiz, to'g'rimi? Bitta shu zonangizni qilib bo'lganingizdan keyin bo'ldi. Apparatingizni olib qo'yasiz. 2 soatdan keyin apparat dam olgandan keyin mana bu zonangizni qilsangiz bo'ladi yoki oyog'ingizni qildingiz, to'g'rimi? 2 soatdan keyinlar dam olgandan keyin apparat, keyin masalan qo'lingizni qilsangiz bo'ladi. Ya'ni aytmoqchiman, apparat обязательно 2 soat orasida dam olishi kerak. Agar siz masalan oqartiruvchi funksiyasini yoqmoqchi bo'lsangiz, SQ degan buni bemalol srazi qilsangiz bo'ladi. Mana oyog'ingizni qilib chiqdingiz, masalan, yoki bikini zonangizni oqartirmoqchisiz, to'g'rimi? Bu qilib chiqdingiz. Birinchi HR da, keyin SQ ni yoqib, bemalol botingizni ketma-ket qilib chiqsangiz bo'ladi. Asosiysi qilib bo'lganingizdan keyin bo'ldi 3 soatga mamka olib qo'yasiz. Masalan, shunaqa qilib hamma zonangizni qilsangiz bo'ladi. Asosiysi oqartirish funksiyasi. Epilatsiya qilib bo'lganingizdan keyin ketidan srazi oqartirish funksiyasini qilsangiz bo'ldi. Mana bu joy muzdekini turadi, lekin o'zi apparat qiziydi. Mana bu joylar muzdek turadi qizlar. Ya'ni men qizyapti degan narsa bo'ladi. Menda ham chunki apparatim qiziydi, bu normal holat. Apparat qilgandan keyin hech nima his qilmadim deb savollar keladi. Обязательно hech nima his qilishingiz ham kerak yo'q asalim, chunki his qilsangiz bu naborot yomon. Ya'ni siz qizarish, nimadirlar toshib ketish kerak emas. Ya'ni siz qildingiz, bo'ldi, hech nima chiqmadi, hech nima bo'lmagan deb bo'lyaptimi? Bu normal holat, chunki bu sizni ildizlaringizga ta'sir qilyapti. Yuzimni ham britva qilish shartmi deb so'rashadi. Обязательно shart qizlar. Agar siz britva qilmasdan tukingiz o'sgan joyiga qilsangiz, afsuski ildiziga pronikatsiya qilmaydi. Nega biz britva qilishimiz kerak? Chunki tukimiz o'ziga ta'sir qiladi, og'rimasangiz. O'shaning uchun britva qilsangiz, keyin o'sha ildiziga yetib boradi. Biz ildizimizni quritib o'smaslikka harakat qilamiz. O'shaning uchun buni обязательно britva qilib, har ishlatishdan oldin britva qilib qilasiz. Agar tuklaringiz o'smagan bo'lsa, keyin ishlatishingizga to'g'ri britva qilishingiz shart emas.